Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Teacher Rasul. Men sizga yangi vakansiya olib keldim. Italiya davlatiga quruvchilar kerak bo'lyapti. Oylik maosh 24,000 yevro. Eng muhimi, til talab qilinmaydi. Italyan tilini bilishingiz shart emas. Bu haqda rasmiy ravishda Italiya Mehnat va siyosat vazirligi hamda migratsiya agentligi e'lon qildi bu vakansiyalarda. Hozir qanaqa vakansiyalar, har bitta vakansiya uchun oylik qancha, kimlar keta oladi, hammasi haqida batafsil ma'lumot beraman video davomida. Faqat bitta iltimos bor, bundan keyingi videoni o'tkazib yubormasligingiz uchun albatta like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Agar mana shu video 1000 ta like yig'sa, 24 soat ichida men keyingi videoni Angliyaga mavsumiy ishga ketish bo'yicha olaman. Chunki mavsumiy ishga til talab rus tili. Shunchaki bitta ha desa, mana shu video 1000 ta like yig'adi do'stlar. Bittagina hozir like bosib qo'ying. Keyingi video mavsumiy ish bo'yicha bo'ladi Angliyaga. Do'stlar, ish beruvchi davlat Italiya davlati. Italiya bo'ylab bo'sh ish o'rinlari, yo'nalish va oylik maoshlar haqida ma'lumot beraman. Malakali qurilish ishchisi 10 ta ish o'rni 20.540 yevro. Metal qumlovchi va bo'yoqchi 2 ta ish o'rni yiliga 23.400 yevro. Santexnik isitish tizimlari va texnik xizmat ko'rsatish 3 ta ish o'rni yiliga 20.000 yevro. Texnik chizmachi bitta ish o'rni yiliga 24.000 yevro. Ma'muriy yordamchi bitta ish o'rni yiliga 22.400 yevro. Elektr montajchi 4 ta ish o'rni yiliga 19.500 yevro. Qurilish ishchisi 3 ta ish o'rni yiliga 20.800 yevro va payvandchi bitta ish o'rni yiliga 20.800 yevro va tozalovchi xodim bitta ish o'rni 18.800 yevro yiliga. Dasturiy ta'minot dasturchisi bitta ish o'rni yiliga 18.850 yevro. Mehnat shartnomasi 12 oy muddatga yoki doimiy beriladi. Va e'tibor qiling, ayrim ish beruvchilar tomonidan quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi. Ish bilan bog'liq transport xarajatlari, tushlik xarajatlari, turar joy, oziq-ovqat xarajatlari uchun qo'shimcha to'lov beriladi. Eng muhim joyi diqqat qilib eshiting. Ariza topshirish va ish beruvchi bilan suhbat bosqichlarida italyan tilini bilish talab etilmaydi. Suhbat davomida tarjimon ko'magi taqdim etiladi. Va agar sizda ish beruvchilar tanlab oladigan bo'lsa, 2 oy davomida bepul italyan tili va kasbiy tayyorgarlik kursida ishtirok etasiz va bu mutlaqo bepul. Xo'p do'stlar, endi bu vakansiyaga qanday topshirish mumkin? Mana shu vakansiyaga topshirish uchun linkni, havolani men Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Ana shu link orqali o'tib anketa to'ldirsangiz bo'ladi. Endi va mana shu va bundan boshqa vakansiyalarga topshirmoqchi bo'lsangiz, firmaga biron so'm pul bermasdan o'zim harakat qilmoqchiman. Rezyumemni ish beruvchining o'ziga to'g'ridan-to'g'ri jo'natmoqchiman, lekin qanday qilishni bilmayman deydigan bo'lsalar, biz 5-iyul kuni 22:00 da O'zbekiston vaqti bilan onlayn webinar bo'ladi. Hammasini men sizga o'rgataman, hammasi tekin. Bu webinarga qatnashish uchun faqatgina joylar soni cheklangan, vaqt ham juda ham kam qoldi. Telegram lichkamga o'tib, webinarga qatnashmoqchiman deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Shunchaki webinar deb yozib qo'ying bo'ldi. Telegram lichkamni mana shu videoni kommentariyada qoldiraman. Shunchaki mana shu videoni kommentariyasiga o'tasiz. Telegram lichkam deb yozilgan, ustiga bitta bosasiz, lichkamga o'tasiz. Webinar deb yozib qo'ysangiz, men sizni webinarga qo'shib qo'yaman. Hamma savolingizga javob beraman. Firmasiz ishga ketish mumkin. Faqatgina harakat qilib o'rganish kerak. Buni men sizga tekin o'rgataman. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa albatta like bosing va obuna bo'lib qo'ying. 1000 ta like yig'ilsa, men keyingi videoni Angliyaga mavsum ishga ketish bo'yicha olaman. Hammaga rahmat.